Assalomu alaykum azizlar. Bugungi video depressiyani davolash tamoyillariga bag'ishlanadi. Chunki ko'pgina bemorlar depressiyadan davolanishda, undan xalos bo'lishda uzoq va mashaqqatli yo'lni bosib o'tishadi va natijada bemorlarda depressiyani davolanish go'yoki imkonsizdek yoki o'ta qiyindek kabi mubolag'a fikrlar o'rnashib qoladi. Aslida esa bu muammo ular o'ylaganchalik o'ta jiddiy emas. Avvalambor buning uchun depressiya tashxisi tasdiqlanishi zarur. Bejizga to'g'ri qo'yilgan tashxis yarim davolash deb aytilmagan. Biz depressiya kasalligi va uning asosiy belgilari to'g'risida o'tgan videolarda ma'lumot berib o'tganmiz. Demak, depressiya tashxisi tasdiqlandi. Ana endi davolash chora-tadbirlarini belgilashda birinchi o'rinda qiladigan ishimiz depressiyani kelib chiqish sababi bo'yicha turini aniqlash. Klinik psixiatriyada depressiyaning 3 ta asosiy turi farqlanadi. Bu endogen depressiya, ya'ni ichki omillar natijasida rivojlanuvchi depressiya. Ikkinchisi eksogen yoki psixogen depressiya. Bu o'z-o'zidan ayonki tashqi omillar natijasida rivojlanuvchi depressiya. Uchinchisi organik depressiya. Bosh miya to'qimasining zararlanishi natijasida rivojlanuvchi depressiya. Endogen depressiyada aytib o'tganimdek, irsiy omillar natijasida inson organizmida spontan, ya'ni o'z-o'zidan sodir bo'luvchi biokimyoviy o'zgarishlar natijasida organizmda ana o'sha biz biladigan serotonin, dopamin, noradrenalin kabi moddalar, maxsus moddalarning muvozanati buziladi va insonda depressiya shakllanadi. Albatta bu depressiyani davolashda birinchi o'rinda ushbu moddalarning muvozanatini ta'minlash muhim hisoblanib, bu yerda birinchi o'rinda bizga yordamga keladigan narsa bu psixofarmakologik davo, ya'ni dorilar yordamida davolash. Bu antidepressantlar, anksiolitik dori vositalar yoki muayyan neyroleptiklar bo'lishi mumkin. Eksogen depressiyada esa inson ruhiy holatiga surunkali, ya'ni davomiy ta'sir qilgan turli xil ziddiyatlar, kelishmovchilik, tazyiq, zo'ravonliklar natijasida yoki inson ruhiyatiga to'satdan ta'sir qilgan ruhiy jarohat, zarba, qandaydir yo'qotish, fojia va halokatlar natijasida eksogen yoki psixogen depressiya rivojlanadi. Eksogen depressiyada inson ruhiy holatiga surunkali, ya'ni davomiy ravishda turli xil ziddiyatli vaziyatlarda kelishmovchilik, tushunmovchilik, tazyiq, zo'ravonliklar natijasida insonda nevrotik depressiya, to'satdan ta'sir qilgan kuchli ruhiy jarohat, bu qandaydir yo'qotishlar, falokat, fojialar natijasida reaktiv depressiya shakllanishi mumkin. Albatta, eksogen depressiya, ya'ni nevrotik depressiyani davolashda psixoterapiya usuli birinchi o'ringa chiqadi, chunki psixoterapiya yordamida bemorning ushbu muammolarga nisbatan qarashlari ma'lum metodikalar yordamida o'zgartiriladi. Organik depressiya esa bosh miya to'qimasining zararlanishiga sabab bo'lgan omilni bartaraf etish bilan birgalikda psixofarmakologik hamda psixoterapiya usullari qo'llaniladi. Keyingi davolash tamoyili bu dori vositalarini uzoq muddat va uzluksiz ichishni ta'minlash. Endogen depressiyada yetarlicha uzoq muddat va uzluksiz davo choralari amalga oshirilmasa, bemorda depressiyadan chiqish yoki qaytilish ehtimoli ko'payadi. Inson hayotida birinchi marta depressiv epizod kuzatilganda, ilmiy adabiyotlarda 6 oydan 9 oygacha davo choralari o'tkazilishi belgilangan. Agar insonda 2 va undan ortiq depressiya epizodi kuzatilganda, bu davolash muddati 2 yilgacha cho'zilishi mumkin. Navbatdagi tamoyil bu depressiya klinikasida ustunlik qilayotgan sindromga qarab davo usullarini belgilash. Ayrim depressiyalar xavotirlik, qo'rquv, betoqatlik, bezovtalik bilan kechgan holatda bemorni tinchlantirishga yo'nalgan dori vositalari, holsizlik, quvvatsizlik, befarqlik, harakatsizlik, passivlik bilan kechgan depressiya ko'rinishlari esa bemorni faollashtirish, tetiklashtirishga yo'nalgan dori vositalari belgilanadi. Yuqoridagi tamoyillardan ko'rinib turibdiki, depressiya bu jiddiy kasallik va o'ziga xos davolash usullarini talab etadi. Mutaxassis nazoratida ushbu tamoyillarga rioya etsangiz, depressiyani davolanishingiz osonroq kechadi.